farzandlarning qo'rqoq bo'lishiga birinchi bo'lib xizmat qiladigan bu onalar. Jinlar haqida har xil bo'lmagan hikoyalarda gapirib, yo'q narsalarda bir xayoliy narsalarni to'qib, bolani uxlatish uchun har xil narsalarni gapiradi. Ana jin kelyapti deydi. Ana bobo kelyapti deydi. O'tgan darsda aytdik, opalarimiz ham eshitadi bu ma'ruzalarni. Mana shu bolalarni qo'rqitish tegishtirsin. Ya'ni bolam qo'rqma. Ma asobaka lam yakun li yuxtiyaka. Mana shu hadis. Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi bolam. Alloh xohlagan narsa albatta bo'ladi bolam. Shuning uchun Allohdan qo'rq, Allohdan so'ra. Bola ishonuvchan bo'ladi-da, to'g'rimi? Ishonuvchan bo'ladi. Hamma narsa Allohning qo'lida. Alloh saqlaydi. Alloh xolamasa hech narsa bo'lmaydi. Agar shu ma'nolarda kichkinaligidan singdirsangiz bolangiz qalbiga, o'sha bir 2 yashar, 3 yashar bo'lib qoldimi, oladigan bo'lib aqli. Tushuntiravering qo'rqmasdan, kichkina deb o'ylamang. Qo'rquv nima? Hammamizga ma'lum bu shuur. Hammamiz ham bu shuurni yaxshi bilamiz. Qalbning tez urishi, oyoq qo'lni qaltirashi, qorinda bir og'riqni paydo bo'lishi, tez nafas olish, og'izni qurishi, terlashlik, nafasni bir tezlashib ketishligi, diqqat e'tiborni yo'qolishi, bosaq-tusarini bilmay qolishlik, behuzur bo'lishlik, ishtahani yo'q bo'lishi, ojizlikni his qilishlik. Bu shuur bilan hammamiz tanishmiz. Albatta bir qo'rquv o'tgan, bu narsalarni hammasini boshimizga o'tkazganmiz. Qo'rquv bu Alloh taolo insonni tabiatiga joylagan bir sifat. Qo'rqishlik har bitta insonda bor. Eng jasur odamda ham mana shu qo'rquvdan bir qaysidir miqdorda bor. Va bu qo'rquv, masalan, inson baland bir tog'dan pastga qaraganda bir qo'rqadi. Ro'parasida bir yirtqich, vahshiy hayvonni ko'rganda qo'rqadi. Bu uni tabiatidan. Bu narsa uchun gunohkor bo'lmaydi inson. Ammo qo'rquvning ikkinchi bir turi bor, inson o'zi kasb qilib oladi. Asli qo'rqishi kerak bo'lmagan, qo'rqmasa ham bo'laveradigan narsalardan inson o'zi qo'rqib oladi. Unga mana shu qo'rquvni singdirishadi. Farzand ota yoki ona deganda xotirjamlikni his qiladi. Ota-ona degani xotirjamlik, omonlik degan so'zni sinonimi. Ota-ona deganda bola xotirjamlikni his qiladi. Ana dadang keldi desa, qalbi bir yayraydi. Ana onang keldi desa, bir ko'ngli yumshaydi. Endi ayni mana shu xotirjamlik, omonlik manbai bo'lish kerak bo'lgan ota-ona o'zini tutmishi bilan farzandini qo'rqoq bo'lishiga sabab bo'lib qoladi. Vaholanki ota-ona bor paytida bolada qo'rquv degan narsa bo'lmasligi kerak edi aslida. Oila a'zolarini bir-biriga qilayotgan noma'qul muomalasi bolani ruhiyatiga to'g'ri-to'g'ri ta'sir qiladi. Bolalarda oldida, xususan yosh bolalarda oldida eri xotin bir-biri bilan urushishi, baqir-chaqir qilishi, ya'ni hamma so'z boyligini ishga solishligi, baqir-chaqir, shovqin, kichkina go'dak bola albatta bu narsadan qalbiga qo'rquv kiradi, bizning tilda yuragiga tushadi. Yo bo'lmasa bolaga kichkinaligidan shu bir qo'pol muomala qilinadi-da, sen menga kerak emassan. Tug'ilmasang bo'lardi ekan. Ko'zimga ko'rinma. Sen odam bo'lmaysan. Shunga o'xshagan gaplar bilan ota-ona bolani qalbini sindiradi, qo'rqoq bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Yoki falonchiga berib yuboramiz seni. Yoki ana ajina kelyapti. Ana bobo kelyapti. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi seni. Qo'ling qayatingdan o'sgan. Ota-onalar o'zlarini ruhiy holatini bolasiga albatta yuqtiradi. Keyin o'zi qo'rqoq qilib qo'yib turib bolasini nimaga qo'rqaversan sen? Nimaga palonchilarda qilmassan deydi-da, bolasini qo'rqoq bo'lganligini, aybini boshqalardan qidiradi, lekin o'zidan istamaydi. Aytayapmiz, bolangiz injiqmi, qo'rqoqmi, hasadgo'ymi, qanaqa yomon sifat bo'lsa, psixikasida. Unga faqat siz aybdorsiz. Ota-ona o'zichi bolalarning qo'rqoqligini gaplashishdan avval ota-onani o'zini qo'rqoqligini hal qilib olishimiz kerak. Ota-onalar ham qo'rqadi nimalardandir. Ota-onadagi qo'rquvni tuzatib olsak,
Ota-onada shu qo'rquv bo'lmasa, keyin mana shu qo'rqmaslik, jasorat degan narsa farzandlarga ham o'tadi. Kim qo'rqoq bo'ladi? Kim qo'rqoq bo'ladi? Bu o'rinda avval kattalarning o'zidagi qo'rquv masalasini hal qilishi kerakga o'xshaydi. Qo'rquv. Inson o'zini moli davlatini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Farzandidan qo'rqadi, ayolidan qo'rqadi, ko'chada bir hurmatini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Inson tabiiy suratda bu narsalardan qo'rqadi. Endi qo'rqishlik o'zi zaiflik. Qo'rqishlik, qo'rqoqlik bu zaiflik. Mushkula shundaki, bolaga yoshligida qalbiga kirib qolgan qo'rquv uni qalbidan bir mustahkam joy oladida, o'lgunicha shu qo'rquv billa u bilan yashab boradi. Yoshligida bir narsadan qattiq qo'rqib qolgan, umrining oxirigacha shu narsadan qo'rqib yashaydi. Tarbiya olimlari, psixolog olimlarni bir ittifoq etgan so'zi borki, har qanday bolani noto'g'ri tushunchasi, xato fikrlari 5 yasharigacha kallasiga yozilib qoladi. Qaytarib aytamiz, nimadan qo'rqish kerak, nimadan qo'rqmaslik kerak? Nima yaxshi, nima yomon? Mana shu tushunchalar 5 yoshlargacha yozib bo'linadi. Lekin afsus birodarlar, mana shu eng 5 yoshgacha bo'lgan umrida ota-onalar farzandlarini beparvo tashlab qo'yadi. Yaxshilari nima qiladi? Bolalar bog'chasiga olib borib beradi. Bo'ldi. Tarbiyasi shu bilan nima bo'ldi? 100% bo'ladi endi. Zo'r tarbiyasini qo'yga olib borib berdik, endi tarbiyasi 5 bo'ladi. Pushti kamaringdan bo'lgan farzandingni injiqligiga toqating yo'q. Unga tarbiya bergani sabring yo'q. Sen o'zingni bolangga shunaqa ish qila olmayotgan paytda bog'cha opa shu tarbiyani bera oladimi? Bera olmaydi. Bera olmaydi. Albatta 10 ta 20 ta bolaga qarayotgan bog'cha opa bolalarni shovqin solon tinchlatishlik uchun baqirib gapiradi, so'kadi, kerak bo'lsa qo'rqitadi ham. To'g'rimi? Uni ham fe'li bor, uni ham asabi bor. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a illa al-musallin. Avval kattalardagi qo'rquvni hal qilib olaylik. Kattalarning qalbidan qo'rquvni chiqarib olaylik. Farzandlar o'z-o'zidan jasoratli, qo'rqmas bo'lib katta bo'ladi. Alloh taolo Ma'orij surasida shunday marhamat qiladi. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Betoqat, besabr inson. Qachon unga yomonlik, kambag'allik, kulfat yetib qolsa, u o'ta besabrlik qilguvchidir. Qachon unga yaxshilik, boylik, salomatlik yetsa, o'ta man qilguvchi baxildir. Faqat namoz o'qiguvchi zotlar, ya'ni musulmonlargina undoq emaslar. Biz zaif ekanmiz. Biz besabr, betoqat ekanmiz. Mana shu zaif bo'lib yaralganimiz birodarlar bizni foydamiz ekan. O'zingizni zaifligingizni his qilsangiz, ine qo'lingizni ko'tarib Allohga duo qilasiz. Ojizligingizni his qilsangiz, janamozga turib peshanangizni sajdaga qo'yib Allohdan so'raysiz. Va mana shu so'rashlik bilan saodatli bo'lasiz. Chunki bu zaifligi sizni Allohga bog'layapti. Agar inson Alloh taolo zaif emas, quvvatli, kuchli, sabr, toqatli qilib qo'yganida tabiatan Allohga duo qilishlikka hojatni his qilmas edi, Alloh deb yig'lamas edi, shu behojatligi bilan baxtsiz bo'lardi-ki dunyoda. Shuning uchun farzandlarga ota-onalar Allohga duo qilishni o'rgatsa, agar sen bolam Allohga duo qilsang, hamma g'amingni Alloh hal qiladi deb o'rgatsa va faqat mo'min bandagagina beriladigan Alloh o'zini fazlini senga beradi deb singdira olsa, bolasini Allohga bog'lasa shu banda, shu farzand qo'rqmas bo'lib katta bo'ladi. Astagfiru billah. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Diqqat qilinglar bu oyat. Kimga xotirjamlik bo'ladi? Kim uchun hayotda qo'rqmasdan yashashlik bor? Kim xotirjam yashaydi? Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm, shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalargina xotirjam bo'lguvchidirlar va o'shalar hidoyat topuvchidirlar. Allohga iymon keltirgan, shirk keltirmagan haqiqiy mo'minlargina dunyoda xotirjam yashaydi. Qo'rqormaydi hamma narsadan. Keyingi oyatga quloq solamiz.
Hozir e'tibor beringlar-da, yosh bolalardagi qo'rquvni chekkaga surib qo'yib turib, kattalarda qalbidagi qo'rquvni davolashga kirishyapmiz. E'tibor beryapsizlarmi? Qaytamiz yosh bolalarga hali. Astagfirullah. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah. Endi iymon keltirib, iymonini zulm bilan aralashtirmaganlargina xotirjam qo'rqmay yashaydi deb turib Alloh boshqa oyatda aytayapti. Jonsiz butlarni Allohga sherik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Ular Allohga iymon keltirmagani uchun, Allohga shirk keltirgani uchun Alloh qo'rquvni qalbiga men o'zim joylab qo'yaman deyapti. Kim qo'rqoq bo'lar ekan? Mushrik qo'rqoq bo'lar ekan. Kim qo'rqmas bo'lar ekan? Mo'min qo'rqmas bo'lar ekan. Shirkdamisan, iymonda emasmisan, qo'rqaverasan. Nahnovoda tushib chiqishidan ham qo'rqaverasan. O'zingni ko'lankangdan ham qo'rqaverasan. Mo'min odam xotirjam bo'ladi. U mo'min odamni-chi oddiy odam deb qabul qilmaslik kerak. Chunki 3 ta haqiqatni bildi u. Birinchisi ilmni bildi. Haqiqiy ilmni bildi. Alloh taoloning yakkaligini bildi. Allohni Razzoq ekanligini, Allohni saqlovchi ekanligini, Alloh taoloning qo'llovchi ekanligini bildi. Ikkinchidan, axloqli bo'ldi. Ana shu iymoni hayotda qanday yashashni ko'rsatdi, xulqlarni o'rgatdi. Uchinchisi, jamoliy bo'ldi. Ya'ni uni hamma yo'g'i chiroyli bo'ldi. Allohni tanigandan keyin, hayotda qanday yashash kerakligini ko'rganidan keyin uni so'zi ham chiroyli bo'ldi. Sabri ham chiroyli bo'ldi. Bo'layotgan har xil ko'ngil yoqmaydigan hodisalarni qabul qilishi ham, sabr toqat qilishi ham chiroyli bo'ldi. Ulaika lahumul amn. O'shalargina xotirjam bo'luvchi. Inson uchun ikkita ulug' ne'mat. To'g'lik va tinchlik. Falyabudu robb hadzal bayt allazi at'amahum min ju' va amanahum min xawf. Quraysh qabilasiga Alloh taolo bergan ikkita ne'matini minnat qildi. U zot ularni ochlikdan qutqarib, taomlantirdi va xavf va xatardan tinch qildi. Bir insonni Alloh taolo qalbini xotirjam qilib qo'ygan bo'lsa, katta ne'matni beribdi. Bozor o'ldi, ish avvalgidaqa bo'lmay qo'ydi deydi ayrim savdogar birodarlarimiz. Ya'ni ish avvalgidaqa bo'lmayapti degani, nima bo'lmayapti avvalgidaqa? Kirim bo'lmayapti. O'zi bor, 15 yillik to'plab qo'ygani bor. G'amga kiryapti. Endi xuddi ancha bor. Xuddi shu vaqtda o'zida qo'lida atyorkasi, ombiri bilan motoris elektrik bolalar bor, kunlik tirishligini topib yeydi. Ularda ham kun o'tyapti. Masalan, ustalar orttirib qo'ygan pul yo'q, asbobi bor qo'lida, suvoqchimidi yoki devorkashmidi, instrumenti bor. Uni nima qilsin unda? Siz 15 yil topib qo'ygan pulingiz bilan nima bo'lar ekan deb xavotirga kirsangiz, bu nima bo'lish kerak unda? Buni nima quvvat beryapti qalbiga? Alloh taolo bir qavmni, shaharni yoki mamlakatni balolamoqchi bo'lsa nima qiladi? Astagfirullah. Daraballohu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Alloh bir shaharni misol keltirib, u tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ro'zi bekamli ko'z kelib turar edi. Fakafarat bi an'umillah fa'adaqaha Allohu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Bas qachonki u, ya'ni ana shu shahar ahlisi Allohning ne'matiga noshukrlik qilgach, Alloh u shahar aholisiga bu hunarlari uchun mana shu kufroniy isyonlari sababli ocharchilik va notinchlik balosini toptirib qo'ydi. Ochlik bilan qo'rquvni toptirib qo'ydi. Alloh bir qavmni balolamoqchi bo'lsa, uni qalbiga qo'rquvni solib qo'yadi. Endi qarang. Demak, Allohga haqiqiy iymon keltirib, o'ziga suyangan, iymonli, baquvvat bo'lgan musulmon bo'lsang, xotirjam bo'l bolam. Seni Alloh qo'rqadigan ahvolga solmaydi deb bolangizga o'rgata olasiz. Agar o'zingiz qo'rqaversangiz shahar narsadan, Alloh taolani tanamagan, shirk keltirgan, kofir bo'lgan kishiga keladigan birinchi musibat, u har narsadan qo'rqadigan bo'lib qoladi, hattoki o'zini ko'lankasidan. Endi bolangizga singdirsangiz, o'zi shunaqa e'tiqodli bo'lib turib, bolam qo'rqma. Qo'rqma, peshinangga yozgan bo'lsa, o'sha uy ham bo'ladi, tijorat ham bo'ladi, mashina ham bo'ladi, Alloh yozgan kunda xotin ham bo'ladi, to'y ham bo'ladi.
g'am qilma deb o'ziz ishonib ayta olasiz, inek bolangiz oladi sizdan. Axir mo'min odam Allohning ushbu oyatini eshitmaganmi? Innal ladina qalu robbunallohu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu va la tahzanu. Siz bilan bizga bu. Albatta Parvardigorimiz Alloh deb, so'ngra yolg'iz Allohga ibodat qilishda to'g'ri ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib derlar. Iymon keltirgan, shu iymonida mustahkam turgan. Bular dunyodan chiqib ketayotgan paytda, o'limni vahimasi bosayotgan paytda farishtalar kelib aytadiki, qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Qarang, Alloh taolo bizga qo'rqma va mahzun bo'lma deyapti. Kelajakda bo'ladigan narsadan qo'rqma, o'tib ketgan narsaga xafa bo'lma. Qarang qoidani. Kelajakdan qo'rqma, menga suyan, men aytgandaqa mustaqim bo'l, kelajakda keladigan narsadan qo'rqma. Va o'tib ketgan narsani eslab turib, pushaymon yemagin. Ko'p ishlarimiz bor-ku, o'sha paytda mana qilib qo'yimni, mana qilib ketardim men. Chunki qarang, bizlar hayotda, dunyoda ham, oxiratda ham sizlarning do'stlaringizdirmiz. Sizlar uchun u joyda, sizlar uchun jannatda ko'ngillaringiz tilagan narsalaringiz bordir va u yerda sizlar istagan narsa bor. Bolam, Robbing aytayapti senga. Kelajakdan qo'rqma deyapti. O'tgan narsaga pushaymon yema deyapti. Kelajagini ham, o'tmishini ham Alloh taolo o'zi qoplab qo'ydi. Allohning o'ziga tavakkal qil. Axir bolam, eshitmaganmisan? Alloh taolo qul lan yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana va alallohi falyatawakkalul mu'minun degan Tavba surasida. Bolam, bilasanmi nima degani bu? Bu degani, ayting, bizga faqat Alloh biz uchun yozib qo'ygan narsagina yetur. U bizning hojamizdir. Bas iymonli kishilar faqat Allohga suyansin degan. Ishi yo'q. O'qisang, diplom olib bir sohani egallasang ish yo'q. Kurs kundan kunga tushib boryapti. Savdo yo'q. Bozorlar to'xtagan. Nima qilamiz ekan deb qo'rqma bolam. Qo'rqma bolam. Endi uchun o'zingizdan qo'rqmayotgan bo'lishingiz kerak-da. O'zingiz qalbingizda qaltirab turgan bo'lsangiz bo'layotgan ishlardan, biz rejasini qilamiz. Reja qilamiz, lekin g'am qilmaymiz. Kallada turadi, zehnda turadi bu rashodlar, lekin qalbga tushmaydi. Chunki birodarlar, bu hisob kitob kalladan qalbga tushib qolsa, g'amga aylanib qoladi. Bolam, Allohdan so'rab duo qilsang, unga bog'lansang, qalbingga xotirjamlik beradi. Ishon Allohga. Hech kimdan hech narsadan qo'rqma. Hamma narsa kimning qo'lida? Allohning qo'lida. Agar ota sizni 5 yashar, 6 yasharingizda shunaqa bir fikr bilan, shunaqa tushuncha bilan tarbiya qilsa, birodan qo'rqasizmi? Biror narsadan qo'rqasizmi? Yana o'zini hayotida aytib beradi. Manaqa bo'lganda, mana bo'lgan, Allohning aytgani bo'ldi deydi. Inson tabiati ajib. U nimalardan qo'rqadi? Yomon xabarni eshitganda qo'rqib ketadi. Biror bir po'pasa qilsa qo'rqib ketadi. Nahnovadan qo'rqadi. Shunga o'xshab qo'rqadigan narsasi ko'p. Mana shu qo'rqoqlikning asosiy sababi kishini Allohdan uzoqligi. Hayotda bo'layotgan har bitta shabadandan qo'rqayotganligi kishini Allohdan uzoqligi. Agar bolam Allohga bir savobli amal qiladigan bo'lsang, Alloh saqlaydi deb ishontiring bolangizni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni o'zini ulovga uchqashtirib olib ketayotib, "Ey Muoz" dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. "Ma haqqullohi alal ibad." Allohni bandalarning ustidan haqqi nima, bilasanmi dedi. Alloh va rasuluhu a'lam. Alloh va rasul biluvchiroq dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, Allohning bandalari ustidagi haqqi ularni unga ibodat qilishlari va unga hech narsani sherik qilmasliklari. Biz ustimizdagi Allohning haqqi yolg'iz o'ziga ibodat qilishimiz. Allohning haqqi biz ustimizda. So'ngra emos, agar bandalar shu ishni qilsa, Allohning ustida bandalarda qanday haqqi bo'ladi dedi. Alloh va rasuluhu a'lam deb javob berdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, agar bandalar Allohning o'ziga ibodat qilishsa, unga shirk keltirishmasa, Alloh ularni
azoblamasligi haq. Agar biz Allohni o'ziga ibodat qilib, shirk keltirmasak, bizni azoblamasligi bizni haqqimiz Allohning ustida. Bu dunyoda azob turi ko'p. Kasallik azob, kambag'allik azob, yetishmovchilik azob, qo'rqoqlik ham azob. Agar shirk keltirmay Allohni o'ziga xolis ibodat qilsak, shu azoblardan Alloh omon saqlashligi bizni Allohning ustiga haqqimiz bo'ladi. Qo'rqmaysiz. Qo'rqmaysiz birodar. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastavun. Alloh taolo aytadi. Axir mu'min bo'lgan kishi bilan fosiq itoatsiz kimsa teng bo'lurmi? Nima? Ikkalasining ham hayoti bir xil bo'ladimi? Yo'q, bir xil bo'lmaydi. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Alloh taolo so'rayapti. Axir biz musulmonlarni kofir kimsalar bilan barobar qilurmizmi? Nima u ham qo'rqib, bu ham qo'rqib yashaydimi? Yo'q, biri mu'min, biri kofir. Yoki ikkalasi bir xotirjam yashaydimi? Yo'q. Allohga bo'lgan iymonidan kelib chiqib turib inson qo'rqmay yashaydi. Allohdan uzoqligi bilan har narsadan qo'rqib yashaydigan bo'ladi. Am hasiballazina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kallazina amanu va amilus solihati sawa'an mahyahum va mamatuhum sa'a ma yahkumun. Oyat qarang. Ya'ni iymonli odam bilan iymonsiz odamning hayoti bir xil bo'lmasligi aytilyapti oyatlarda. Balki yomonlik, gunohlar kasb etgan kimsalar biz ularni ham iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar kabi qilishimizni, hayotlari ham, mamotlari ham barobar bo'lishini o'ylaydilarmi? Naqadar yomon hukm qilurlar. Allohdan qo'rqib, o'ziga suyanib, Allohning aytganidan chiqmagan odamning hayoti bilan mamoti, Allohni esdan chiqarib xohlaganda yashagan odam bilan bir xil bo'ladimi? Allohni esdan chiqargan odamning dunyosi ham yo'g'i taxt bo'lsin, hech qachon xotirjam yashamaydi. Chunki Alloh taolo va'da beryapti. Kofir bo'lganlarda qalbiga qo'rquvni men o'zim joylab qo'yaman. Ammo iymonlilarni iymon keltirganlarda qalbiga xotirjamlikni joylayman. Bilasizmi? O'sha ma'nolar, shu oyatlar ozgina yoddan ko'tarilib, ozgina g'aflatga kirib qolsa, shayton kelib vasvasa qilib qo'rqitishni boshlaydi. Qo'rqishni boshlagan paytingizda Allohni eslatsa biroq, shu oyatlarning ma'nolarini aytib bersa, qalbingiz bir taskin topib xotirjam bo'lib qolasiz. Shu mo'minligingiz belgisi. Mana shu oyatlar qalbga xotirjamlik olib kelmaydimi, birodarlar? Alloh saqlaydi seni bolam, yordam beradi, qo'llaydi. Allohni qo'llashligini Allohning itoatiga bog'lab qo'ying. Qaytaraman. Alloh seni saqlaydi, Alloh seni qo'llaydi, Alloh senga bir quvvat beradi agar Allohning qulchiligida qoyim bo'lsang. Qiyinmi shu gapni gapirib qo'yish? Keyingi oyatda o'qiymiz. Hamma shu hayotda pokiza, xotirjam, osoyishta hayot kechirishni xohlaydi. Hamma. Musulmon ham, kofir ham. Musulmon ham, kofir ham. Erkak ham, ayol ham. Millati nima bo'lishidan qat'iy nazar, hamma osoyishta, xotirjam, tinch yashashni xohlaydi. Shunday emasmi? Endi mana shu maqsadga yetishlik uchun insonlar faqat dunyo uchun ishlaydi. Pulim ko'p bo'lsa hayotim zo'r bo'ladi deydi. Hozirgi odamlarda ko'proq qismini tushunchasi shunaqa. Pokiza hayot nimaga bog'liq? Xotirjam, farovon, to'kin sochin, beg'am hayot nimaga bog'liq? Astag'firullah. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Oyatda eshitdilar. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amalni qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz. Pokiza hayot nimaga bog'liq ekan? Mo'min bo'lishlikka va solih amal qilishlikka.
Shuni ishontiring bolangizga. Avval o'zingiz ishoning, amal qiling, ko'ring hayotingizda o'zingiz ishonib turib gapirgan gapingiz albatta bolangizning qalbiga kiradi. Farovon, xotirjam, pokiza hayot Allohga qulchilik qilishda ekanligini tushuntiring bolangizga. Qo'rqmasdan yashashimki, pokiza hayot mana shu. Pokiza hayotda bir ko'rinishi qo'rqmasdan yashasham hayotda. Agar ota-onalarning o'zlari mana shu e'tiqodda bo'lsa, mana shu oyatlardan xabardor bo'lib, amal qilib, o'zini qalbi xotirjam bo'lgan bo'lsa, o'zidagi qo'rqoqlik degan sifatni yo'qotadigan bo'lsa, bu sifat albatta bolalarga ham o'tadi. Chunki amaliy suratda berilgan dars 100 ta ma'vizadan ta'sirchanroq bo'ladi. O'zingiz qo'rqmang, o'zingiz Allohga suyanib qo'rqmasdan yashayotganingizni bolangiz ko'rsin, albatta bu narsani nima qiladi? O'ziga yuqtiradi. Mana endi bolani o'zini qo'rqoqligiga o'tamiz. Ota-ona bolani qo'rqoq qiladi. Mana shu xizmatdagi 99% xizmat kimniki bo'ladi? Onalarniki bo'ladi. Esini endi tanib ona degani xotirjamlik, omonlik degan tushuncha edi o'zi. Ana bobo kelyapti deydi. Uxlab bo'lmasam eshikka yig'itib boraman deydi. Ana ajina kelyapti deydi. Yop boshingni deydi. Kim edi bu o'zi? Kim bo'lish kerak edi? O'sha xotirjamlik, qo'rqmaslikni, suvni ichiradigan eni bo'lishligi kerak edi. Lekin birinchi qo'rqitadigan odam kim? Ona bo'ladi. Shuning uchun bu ma'ruzalarimizni opalarimiz ham eshitadi. Bilib qo'yinglar, opalar, bu sizlarga tegishli. Bolalarni qo'rqoq qiladigan sizlarsizlar. Yana insonni qo'rqoq bo'lib qolishiga sabablardan bittasi otani farzandi haqida oshiqcha bir qayg'urishligi. To'palab olishi. Hamma yo'lda muhayyo qilib beradi. Biror narsani qilishlikka bolani o'ziga bir imkoniyat, erkinlik bermaydi. Nima bo'lsa muhayyo qilib qo'yaveradi. Natijada bolani hech narsaga toqati yo'q. Biror narsani qilishlikka cho'chiydigan qo'rqoq qilib katta qilib qo'yadi. Shuning uchun bolaga ancha-muncha erkinlik berish kerak. Mayli piyolani sindirib olsin, choy olib kelyapti. Mayli nonni qattig'ini olib kelsin. Mayli xato qilsin, xato qilishlik ayb emas. Doimiy xatokor bo'lib qolishlik ayb. Sen odam bo'lmaysan, bak sen olib kel nonni. Yoki bir xato qilsa qattiq uradi-da, shu xatoni qilsam yana kalta yeyman deb turib, boyaga jur'at bilan yana bir xayrlashib qo'yaveradi. Qo'rqoq bo'lib qoladi bola. Qo'rquvga sabablardan yana bittasi bolani yolg'iz xonaga qamab qo'yishlik. Qorong'i xonaga qamab qo'yishlik. O'zi qo'rqib turibdi. Uni yana nima qilasiz? Jinlar, shunga o'xshagan har xil bo'lmag'ur hikoyalar bolani qalbiga qo'rquv joylanib qolishiga sabab bo'ladi. Ota nima qilish kerak edi? Qo'rqyapti bola qorong'idan, yetalab olib chiqib, o'sha qorong'ida birga o'tir mana. Yonida o'tir. Mana qara, nima bor? Hech narsa yo'q. Sen o'ylayotgan narsa bu Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Albatta Parvardigorimiz Allohdir deb. So'ngra to'g'ri, ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib derlar: "Qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar." Alloh taologa iymon keltirgan, solih amal qilgan va mana shu haq yo'lda ustuvor bo'lgan zotlarga farishtalar mana shu bir xotirjamlikni olib keladi. Musulmon odam, Allohga iymon keltirgan odam qo'rqoq bo'lmaydi. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas, biz unga pokiza hayot ato etamiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Erkakmi ayolmi mo'min bo'lgan holida savobli amal qiladigan bo'lsa, Alloh bunday insonga pokiza hayotni beradi. Pokiza hayot qanaqa pokiza hayot? G'am tashvissiz hayot. To'kin sochini hayot va qo'rqmasdan yashashlik. Chunki kishini Allohga bo'lgan iymoni uni qalbidan qo'rquvni quvib chiqaradi. Musulmon odam
Robbisiga tavakkal qilgan kishi bo'ladi. Bu tavakkul agar haqiqiy tavakkul bo'lsa, musulmonning qalbidagi qo'rquvni quvib chiqaradi, joy qoldirmaydi. Uni qalbiga xotirjamlikni olib keladi. Tavakkul nima? Sabablarni qilib turib, qolganini Allohga topshirib qo'yishlik. Tavakkul qalbni rozi bo'lishi, nafsni xotirjam bo'lishligi, Allohni faqat o'zidangina umid qilishlik. Tavakkul faqat Alloh xohlagan narsagina bo'ladi. Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi deb aniq ishonishlik. Shuning uchun innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mushriklar odamlar to'planib ustinglarga kelyapti, qo'rqinglar desa, hasbunallohu va ni'mal vakil deb javob bergandilar. Bizning hisobimiz Allohning qo'lida, naqadar zo'r vakil Parvardigorimiz. Mo'min odam qo'rqmaydi. Mo'min odam qo'rqmas bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari yer yuzini obod qilish uchun kelishgan edi, vayron qilish uchun emas. Yer yuzini isloh qilgani kelishgan edi, fasodga uchratish uchun emas. Chunki bu ulug' zotlar insoniyat zotiga berilgan eng ulug' risolat egasiga aylanishdi. Muhammad alayhisalom olib kelgan islom degan risolat egalariga aylandi. Endi payg'ambardan ularga qolgan mana shu ulkan merosni, boylikni insoniyatga ular yetkazishligi ularning yelkasidagi omonat edi. Endi ular mana shu omonatni yetkazishlikni eng zo'r yo'li farzandlarining tarbiyasi ekanligini yaxshilab anglab yetishdi. Ular farzandlarining tarbiyasi bilan band bo'lishdi. Ular farzandlari uchun, farzandlar mana shu omonatni ko'taradigan inson bo'lib yetishliklari uchun nima kerak bo'lsa hamma narsani muhayyo qilishdi. Solih otani, taqvodor onani, iymoniy muhitni, farzandlar uchun kerak bo'lgan axloqiy, ilmiy, jismoniy va ruhiy tarbiyani. Farzandlari shu payg'ambarimizdan qolgan omonatni insonlarga yetkazadigan omonatdor inson bo'lish uchun nima shart-sharoit kerak bo'lsa, sahobalar qoyim qilishdi. Va mana shu narsa siz bilan biz yelkamizda ham vojib. Dinni o'rgandik, Robbimizni tanidik, endi buni o'rgatadigan, shu omonatni keyingi avlodga yetkazadigan farzandlarni tarbiya qilishimiz kerak. Ular farzandlarining tarbiyasini chiroyli qilishdi. Omonatni chiroyli suratda ado qilishdi. Natija qanday bo'ldi? Natija shunday bo'ldiki, Robbilarining roziligiga erishdi ular. Natija shunday bo'ldiki, musulmonlar yer yuzidagi eng peshqadam ummatga aylanishdi. Natija ular yer yuzidagi aziz, mukarram inson bo'ldilar. Nima uchun? Farzandlarini Alloh va payg'ambar aytgandek tarbiya qilganligi uchun. Siz bilan biz ham zamonimizda peshqadam bo'lishni xohlasak, yer yuzida aziz, mukarram yashashni xohlasak, Robbimizning rizosiga yetishishni xohlasak, bizga ham mana shu narsa vojib. Nima vojib? Farzandlarning tarbiyasi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, farzandlardagi qanaqa bir salbiy ko'rinish bo'lsa, tabiatida, xarakterida. Bu faqatgina ota-onani qilgan ishini samarasi. Qo'rqoqmi bo'langiz, o'z aybdorsiz. Injiqmi bo'langiz, faqat o'z aybdorsiz. Jasoratlimi, qo'rqmasmi, sizning ishingiz. Saxovatli bir bag'ri kengmi, bu ham sizning ishingiz. Bu qanaqa yomon sifat bo'ladigan bo'lsa ham ota-onani qilgan ishi, qanaqa yaxshi sifat bo'lsa bolaning tabiatida, bu ham ota-onani qilgan ishi. Shuning uchun tashqaridan birov bolangizni zo'r tarbiya berishini kutmang. Tashqaridagi odam siz bolangizni axloqini tuzatib qo'yishini kutmang. U faqat sizga bog'liq, sizga bog'liq, sizga bog'liq. Farzandlarning qo'rqoqligi xususida. Kam unaqa yurakli bolalarchi, tabiatan Alloh taolo yuragini quvvatli qilib yaratgan, xuddi jismonan quvvatli yoki bo'y uzun bo'lishlik Allohning in'omi bo'lganidek, yurak kichkinaligidan yurakli bo'lganlar milliontadan bitta chiqib qoladi. Ursang ham turaveradi, tepsang ham turaveradi, qorong'iga chiqarib olsang ham turaveradi. Bunaqalar kam bo'ladi. Lekin odatda yosh bolalarning qalbi nozik bo'ladi, qo'rqoq bo'ladi. Agar ota-onalari mana shunga o'rgatgan bo'lsa. Avvalgi darslarimizda aytdik, farzandlarning qo'rqoq bo'lishiga birinchi bo'lib xizmat qiladigan bu onalar. Jinlar haqida har xil bo'lmagan hikoyalarda gapirib, yo'q narsalarda bir xayoliy narsalarni to'qib,
bolani uxlatish uchun har xil narsalarni gapiradi. Ana jin kelyapti deydi. Ana bobo kelyapti deydi. O'tgan darsda aytdik, opalarimiz ham eshitadi bu ma'ruzalarni. Mana shu bolalarni qo'rqitish tegishtirsin. Uxlamasang tashqariga chiqarib yuboraman deydi. Mana shu narsa bilan bolani qalbiga qo'rquv kiradi. Endi bola qachon qo'rqmas bo'lishi mumkin? Qachonki uni qalbiga sog'lom aqidani joylasangiz. Ya'ni bolam qo'rqma. Ma asobaka lam yakun li yuxtiyaka. Mana shu hadis. Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi bolam. Alloh xohlagan narsa albatta bo'ladi bolam. Shuning uchun Allohdan qo'rq, Allohdan so'ra. Bola ishonuvchan bo'ladi-da, to'g'rimi? Ishonuvchan bo'ladi. Hamma narsa Allohning qo'lida. Alloh saqlaydi. Alloh xohlamasa hech narsa bo'lmaydi. Agar shu ma'nolarda kichkinaligidan singdirsangiz bolangiz qalbiga, o'sha bir 2 yashar, 3 yashar bo'lib qoldimi, oladigan bo'lib aqli. Tushuntiravering qo'rqmasdan, kichkina deb o'ylamang. Chunki 5 yoshgacha har qanaqa noto'g'ri tushunchani bola olib bo'ladi. Qaytaraman, 5 yoshgacha nimadan qo'rqish kerak, nimadan qo'rqmaslik kerak, nima yaxshi, nima yomon, oq, qorani 5 yashargacha tushunchalarni. Undan keyin qiyin bo'ladi tuzatish. Innal insana xuliqa halu'a. Idza massahu ash-sharru jazu'a va idza massahu al-khayru manu'a illa al-musallin. Alloh taolo aytadi: dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Inson besabr, betoqat. Ana shu ona ham besabrligidan, bolasini uxlamayotganligiga sabr qilmaganligidan qo'rqitadi bolani. Ozgina sabr qilsa charchab ham uxlab qolar edi. Yo'q, yuragini sindirishlik hisobiga, qo'rqoq qilish hisobiga uxlatadi. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, o'ta besabrlik qilguvchidir. Qachon unga yaxshilik yetsa, o'ta man qilguvchidir. Faqat namoz o'qiguvchi zotlar, ya'ni musulmonlar bunday emas. Musulmon ota, musulmon ona farzandini qo'rqitish hisobiga uxlatmaydi. Sabr qiladi uxlaguncha. Qur'on o'qib beradi va bir qanday bir narsani gapirib beradi, sabr qiladi. Bu musulmonlarning sifati. Qo'rquv har qanday insonning qalbida bor sifat. Ammo Allohga chin ma'noda bog'langan, Allohga haqiqiy bir ma'noda bog'langan qalb egasi qalbida jasorat, jur'at bo'ladi. Chunki Robbisi tomonidan bu qalbga madad keladi, quvvat keladi. Sirat darslaridan ma'lum, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vahiy kelgan yilida, mana bilasizlar, Makka mukarramadagi Nur tog'idagi Hiro g'orida uzoq muddat qolib ketar edi. Ba'zida 2 kun, ba'zida 5 kun. Mana shu vahiy kelgan yili 1 oy deyiladi. Rasululloh qolib ketdi g'orda. Oziq-ovqatini olib chiqib ketar edi, haftalab turib, oziq-ovqati tugaganda tushib olib chiqib ketardi. Endi vahiy kelgan yilida esa 1 oy o'tirdi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimaga qo'rqmay o'tirdi? Qalbi Alloh bilan bog'langan edi. Alloh bilan band bo'lganda qalbi, qo'rquvga joy yo'q edi. Demak, o'zimiz ham, farzandlarimiz ham qalbimizda qo'rquvni yo'q bo'lishini xohlasak, Allohga yaxshilab bog'lanaylik. Allohni yaxshi taniylik, unga iltijo qilaylik, o'ziga bog'lanaylik. Alloh qo'rquvni chiqarib tashlaydi qalbimizdan. Yosh bola biror bir xatoga yo'l qo'ysa, onasi, otasi darrov so'kadi yoki uradi. Xato qildi, so'kish ishlari kalta yeydi. Keyin shu kalta yoki so'kishdan qochishlik uchun shu ishni qilmay qo'yaveradi. O'ziga ishonchi yo'qoladi. Qo'rqoq bo'lib qoladi. Shuning uchun bitta ishni buyursangiz, necha kirgan bo'lsa ham bolangiz. Eplolmadimi? Darrov yerga urib tashlamang. Sen odam bo'lmaysan. Sen qo'lingdan bir ish kelmaydi. Bor ko'zimga ko'rinma. Odam bolasi borki, xato qiladi. Faqat xato qilganda uni tushuntirishlikka bir sabr qilaylik. Aytdik, namozxonlar sabrli bo'ladi deb aytdik. Ishni beraylik, qilsin, adashsin, tuzataylik, sabr qilaylik.
yosh bolalarga mana shu jur'atli bo'lish, qo'rqmas bo'lishlikka yana yordam beradigan omillardan bu Payg'ambar alayhisalomning sahobalarini hayotidan misol keltirishlik. Mana Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu aytadi, ulug' sahobalardan, biz farzandlarimizga payg'ambarimizning g'azovatlarini, janglarini xuddi Qur'on surasini o'rgatgandek o'rgatar edik. Chunki jang maydonida shijoat bo'ladi odamda. Mana shu shijoatni o'rgatishlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni janglarini sahobalar o'rgatishadi farzandlariga. Mana ana shu sahobalarda hayotiga murojaat qiladigan bo'lsak, yosh bolalar. Rasululloh Uhud g'azotiga chiqib ketayotganida qo'shinni bir qator ko'zdan kechirdi. Shunda bir to'p yosh bolalar ham chiqishib olgan edi. Jang maydoniga birga chiqqani. Ularning ichida payg'ambarimiz Rofi ibn Hudayj bilan Sumra ibn Jundublarni ko'rdi. Qaytarib yubordi bularni. Shunda sahobalar Rofi kamondan otishlikka usta, mergan deyishganida payg'ambarimiz haligi bolaga qolishga ruxsat berdi. Shunda boyaga Sumra norozi bo'lib aytdiki, qanday qilib unga javob beradi-yu, menga javob bermaydi payg'ambarimiz qolishga. Axir kurasdan yengib qo'yaman-ku men uni dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi Sumraning so'zini eshitib, qani kurashinglarchi dedi. Kurashib haqiqatan Sumra Rofini yengib qo'ydi. Payg'ambarimiz unga ham qolishga ruxsat berdi. Mana shunga o'xshagan bir ibratli voqeani aytsangiz, bola albatta ta'sirlanadi bundan. Jur'atli bo'lishni o'rganadi. Chiq yomon bo'ladi. Bor. Mehmonlikka chiqmay tur. Qublab qo'y, chiq ko'rishmay tur, yomon bo'ladi. Uyat bo'ladi. Biroq keyin uyat bo'l. O'zini uyda ham gapira olmaydi-da, o'zini uyda ham shu bir qo'rqoq bo'lib qoladi. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratini eslaylik. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizlari, o'g'illari Rasulullohning hijratida xizmat qildi. Rasululloh Savr g'origa borib 3 kun turdi. 3 kun turdi g'orda. Mana shu paytda Abu Bakr Siddiqning o'g'li Makka da bo'lgan xabarlarni kunduzi Makkada yurib eshitib turib, kechqurun g'orga chiqib borib xabarni berardi-da, kechasi bilan ular bilan birga qolib, tong sahar tog'dan Makkaga tushib kelardi o'zi yakka. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza matal insanu inqata amaluhu illa min thalath." Agar inson bolasi vafot etsa, uni hamma amallari to'xtaydi, faqat 3 ta amali davom etadi. Sadaqatun jariyatun. Odamlarga foydali sadaqa-i joriya qo'yib ketgan bo'lsa, aw ilmun yuntafa'u bihi, yoki foydalanib turilgan, odamlarga foydali bo'lgan ilm qoldirib ketgan bo'lsa, avvaladun solih yad'ula. Uni haqqiga duo qilib turadigan solih farzand qolgan bo'lsa. Farzandlar siz bilan bizning kelajagimiz. Farzandlar siz bilan bizning davomimiz. Avvalgi darslarimizda aytdik. Qur'on yodlashlik nasib qilmadi sizga yoshligingizda. Yoshingiz katta bo'lib qoldi, kalla olmay qo'ydi Qur'onni. O'tdi ketdi. Xato sodir bo'ldi. Tuzatish mumkin ekanmi? Mumkin ekan. O'tib ketgan xatoni tuzatish mumkin ekan. Farzandingiz Qur'onni yodlasin. O'zingiz yoshligingizda qilmagan ishda farzandingizni qilishiga sharoit yaratib bering, Qur'onni yodlagan bo'larsiz. Birodarlar, farzand tarbiyasi bizning hayotimizga eng muhim ish. Robbimizni taniganimizdan keyin, halol haromdan xabardor bo'lib amal qilganimizdan keyin birinchi ishimiz farzand tarbiyasi bo'ladi. Mana endi bolada qo'rqoqlik belgilari ko'rilsa yoki bola qo'rqoq bo'lsa, nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak? Birinchidan, qo'rqayotgani uchun jazolamaslik kerak. So'kmaslik kerak. Chunki o'zi xohlab qilayotgani yo'q bu narsa. Buni o'zingiz nima qilib qo'ydingiz? O'rgatib qo'ydingiz. Jazolab bo'lmaydi bolani qo'rqayotganligi uchun. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ustidan kulmaslik kerak. Uchinchidan, qo'rqayotgan narsasiga turtmaslik kerak. Ya'ni masalan, itdan qo'rqayotgan bo'lsa, yoniga itni olib kelib silab qo'y boshini shuni. Bitta silab qo'y. Qara, yo'q. Qo'rqyaptimi? Turtib bo'lmaydi. Nimadan qo'rqayotgan bo'lsa, tashlab yuboraman suvga deysiz, yo bo'lmasam suvdan qo'rqayotgan bo'lsa, qorong'idan qo'rqayotgan bo'lsa, qorong'iga tiqib qo'yaman deysiz. Nima bo'lsin?
chiniqsin deb qo'yasiz. O'rgansin. Buni zarari katta bo'ladi. Zarari katta bo'ladi. To'rtinchisi, yosh bolangizni qalbiga yomon ta'sir qiladigan filmlarni ko'rsatmaslik kerak. Kinolarda chegaralash kerak. Xohlagan narsasini ko'ryapti bolalar hozir. Ya'ni, masalan, o'sha bir dahshat filmlar deb qo'yadi. Nima bo'ladi bizning tilda? O'shaqa ujuslar. Shunaqa o'xshatib qo'yganki, katta odam ham ko'rsang qo'rqib ketasan ba'zida. Indamay turib, "Va!" deydi. U katta odamning ham yuragi tushadi, yosh bolani ot usti yuragi tushadi. Shuning uchun ko'rayotgan kinolarini bir qator eldan o'tkazib qo'yishlik kerak. Xo'p, bu yosh bola qo'rqayotgan bo'lsa, unga nisbatan qilish kerak bo'lmagan ayrim ishlar. Endi bola qo'rqayotgan bo'lsa, nima ishlarni ota-ona qilishligi kerak? Birinchidan, uni so'zlariga diqqat bilan quloq tutishlik kerak. Aytmoqchi bo'lgan gapi bordir. Ehtimol uni qo'rqitayotgan narsa haqida so'ramoqchidir sizdan bir narsani. Yo'q, siz vaqtingiz yo'q. Mana bu jur'atsizlik degan darsimizda aytdik-a, o'tirib gaplashinglar bolalaringlar bilan. Xuddi katta odam bilan gaplashgandek. Vaqtingizda hech bo'lmasa 2 marta ajratinglar haftasiga. Ehtimol so'rar sizdan bir narsani. Javobini olsa ehtimol qo'rqmay qolar. Demak, birinchisi uni so'zlariga diqqat bilan quloq solishlik kerak. Ikkinchidan, hozir aytib o'tdik, sog'lom aqidani uni qalbiga joylashlik kerak. Chunki koinotda hech bir narsa Allohning izni ixtiyorisiz bo'lmasligini tushuntirish kerak. Taqdirda senga yetishi yozilgan narsa adashmaydi. Va taqdirda senga yetishligi yozilmagan narsa ham adashmaydi. Allohning aytgani bo'ladi degan e'tiqodni bolani qalbiga joylashlik kerak. Undan keyingisi, uni yolg'iz emasligini unga uqtirishlik kerak. Uni ota-onasi yaxshi ko'rishligi, aka-ukalar yaxshi ko'rishligi, unga bir yordam kerak bo'lsa, yolg'iz emasligini unga uqtirishlik kerak. Hamda u qo'rqayotgan narsani haqiqatini bayon qilib berish kerak. Ibratli hodisalarni, ibratli qissalarni gapirib berishlik kerak. Mana shu boya aytdik, chiniqtirishdi, qo'sh tirnoq ichida chiniqtirishni hojati yo'q. Qo'rqayotgan narsasiga turtib bo'lmaydi bolani. To nima ekanligini tushunib olmagan uchun unga turtib bo'lmaydi. Nima qilishlik kerak? Qorong'idan qo'rqyaptimi? Mana o'tgan safar ham aytganman. O'sha qo'rqayotgan qorong'iga birga chiqing. Uyda burchagimi yoki qaysi tomon, tomni ustimi, podvalmi, bilas qo'rqyaptimi qorong'idan? Ota sifatida qo'lidan ushlab, olib tushing, o'tiring shu yerda. Jim o'tiringlar. Ko'rsin hech narsa yo'qligini. U o'ylagan, vahima qilgan har xil ajinalar, jinlar yo'qligini ko'rsin. Xotirjamlikni shu yerda his qilsin. Ine qo'rqmaydigan bo'ladi. Tushuntira oladimmi? Mana vazifa. Xususan qorong'idan qo'rqadi bolalar. Jiyanmidi, o'g'ilmidi, qizmidi, yetalab olib tushib birga o'tiring. Chunki qo'rqayotgan narsa, uni qo'rqitayotgan sabablar yo'q bo'lsa, qo'rquv ham o'z-o'zidan ko'tarilib chiqib ketadi. Birodarlar, siz bilan bizning eng katta g'amimiz farzandlarning tarbiyasi bo'lishi kerak. Chunki aytdik, ko'zingiz yumilishi bilan siz uchun qadrli bo'lgan hamma narsa to'xtaydi. Pulingiz ham qoladi, mansabingiz ham, obro'yingiz ham, uyingiz ham, hamma yo'qingiz qoladi. Faqatgina siz bilan tushib ketadigan narsa solih amalingiz bo'ladi. Va shu solih amalni davom qilib turadigan farzandingizni sizga jo'natadigan guvohsiz qoladi. Farzandlarini Allohdan qo'rqadigan, namozxon, ro'zador, ilm ma'rifatli ekanligini ko'rib, dunyodan ko'z yummayotgan ota xotirjam ketadi. Bu boylikni pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: Astagfiru billah. Vallazina yaquluna robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ular Parvardigor, o'zing bizlarga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shod va xurramlikni hadiya etgin va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin. Birodarlar,
zurriyotlaringiz sizni ko'zni quvonchi bo'lishligi uchun mehnat qilishlik kerak. Beparvo tashab qo'ysangiz, hech qachon ko'zingizni quvonchiga aylanmaydi. U bilan birga bo'lishimiz kerak. Gaplashaylik, kuzataylik, o'rgataylik, savol beraylik, savolga javob beraylik, bahs qilaylik, tushuntiraylik. Shunda siz bilan biz xohlagan solih zurriyot bo'lishidan umid qilsa bo'ladi. Aqulu qawli hadha astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.